Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan ko'k piyoz haqida gaplashamiz. Ko'k piyoz ko'p salatlarga qo'shiladigan, shunchaki taomga qo'shib yeyiladigan mahsulot. Shuningdek, shamollash va boshqa infeksiyalarga qarshi ajoyib vosita ham. Ko'k piyoz bu piyozdoshlar oilasiga mansub o'simlik. Bari, baton, shalot, hatto yovvoyi sarimsoq piyoz ham ko'k piyoz sanaladi. Bu o'simlikning piyoz boshlarini ham iste'mol qilish mumkin. Ammo bosh piyozdan farqli ravishda u ancha mayda bo'ladi. Sabzavotning aynan yer usti yashil qismini terishadi. Taxminlarga ko'ra, ko'k piyozni birinchi bo'lib Osiyoning dasht ko'chmanchilari payqashgan. Ular dashtda yurib, shu achchiq o'simlik maydonchalarini topishgan va uni tanovul qilishgan. Keyinroq ko'k piyoz urug'lari O'rta Yer dengiziga yetib borgan va butun dunyoga tarqalgan. Xo'sh, ko'k piyozning qanday foydali jihatlari bor? Piyozning barglari tarkibi piyozning tarkibidan boyroq. Ularda ko'plab vitaminlar bor. Atigi 100 gramm ko'k piyozda kaliyning kundalik ehtiyojining 200% dan ziyodrog'i, 100% B va A vitamini bor. Ko'k piyozda B guruhi vitaminlari, shuningdek kalsiy, rux bor. Unga efir moylari shunday o'tkir hid beradi. A vitamini teri, soch, tirnoqlarning chiroyi va salomatligini asrashga yordam beradi. Qarish jarayonlarini sekinlashtiradi, tomirlarni tarangroq qiladi. Ko'k piyozdagi A vitamini ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Bu sabzavot tabiiy antibiotik sanaladi. Tarkibida kversetsin va antosian bioflavonoidlari, rux mavjud. U immunitetni faollashtiradi. Kasallik qo'zg'atuvchi floraning o'sishini bo'g'adi. Flavonoidlar, kversetsin va oltin gugurt birikmalari antioksidantlik va mikroblarga qarshi kurashish xususiyatiga ega. C vitamini immunitetni ko'taradi. Shuning uchun ko'k piyoz mavsumiy shamollashlar, gripp, avitaminozda foydali sanaladi. Ko'k piyoz garchi iste'moldan so'ng yoqimsiz hid qoldirsa-da, og'iz bo'shlig'ini zararsizlantirish xususiyatiga ega. Ko'k piyoz iste'moli kariyes, stomatit xavfini kamaytiradi. Shuningdek, bu o'simlikda ko'zlar salomatligi uchun muhim moddalar zeaksantin va lutein mavjud. Ko'k piyoz iste'moli ko'z kasalliklari, ularning charchashida yaxshi profilaktik vosita sanaladi. Xo'sh, shuncha foydali jihatlarini sanab o'tdik. Endi zararli tomonlarini ham aytib qo'ysak. Ko'k piyozni ko'p miqdorda iste'mol qilish oshqozonda achishish va yoqimsiz sezgilarni paydo qilishi, oshqozon shirasi kislotasini oshirishi, nafas a'zolariga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Og'izdan yoqimsiz hid kelishiga ana shu narsa sabab bo'ladi. Astma, buyrak va jigar kasalliklaridan aziyat chekadiganlar ko'k piyoz iste'molida ehtiyot bo'lishlari zarur. 2,5 yoshgacha bo'lgan bolalarga ham barra ko'k piyozni iste'mol qilish mumkin emas. Ko'k piyozda K vitamini ko'p. Bu vitamin qon ivishini oshiradi. Oqibatda qon quyuqlashadi va trombozlar xavfi oshadi. Bunday holat xavfli bo'lgan odamlar ko'k piyozga ruju qo'ymaganlari ma'qul. Tibbiyotda qanday ishlatiladi? Tibbiyotda ko'k piyozni og'ir avitaminozlarda tavsiya etishadi, chunki uning tarkibida vitamin va minerallar ko'p. Tomoq og'riganda ko'k piyoz suvi bilan tomoqni chayish, sochlarni mustahkamlash uchun sochga surish tavsiya etiladi. Ko'k piyoz kichik yaralar va chaqalarni yaxshi zararsizlantiradi, ammo achishtiradi. Oshxonada qanday foydalaniladi? Ko'k piyozni odatda xomligicha yeyishadi, ya'ni pishirmasdan, salatlarga qo'shishadi, kartoshka yoki seltga sepishadi. Ammo ko'p davlatlarda ko'k piyozga ko'pincha termik ishlov berishadi. Meksikada grilda qovurishadi va tuz sepib yeyishadi. Vyetnamda fermentlangan piyoz Yangi yil dasturxonidagi eng muhim taomlardan biri sanalar ekan. Ular shuningdek shamollashni davolash uchun piyoz bilan guruchli bo'tqa pishirishadi. Ko'k piyozning foydali xususiyatlari barra holida saqlanadi. Termik ishlov berganda vitamin va minerallarning katta qismi uchib ketadi. Shuning uchun ko'k piyozni barra holida iste'mol qilish, yangi sabzavotli salatlar, sovuq gazaklarga va issiq taomlarga tortish oldidan qo'shish ma'qul. Ko'k piyozdan kosmetologiyada ham foydalanishadi. Ko'k piyozning ustki qismlarini kosmetik maqsadlarda ishlatish mumkin. Masalan, soch to'kilganda sochlarga yangi ko'k piyozli bo'tqani 1 soatga suriladi. Bosh sochiqi bilan iliq muhitda saqlanadi, keyin yaxshilab yuvib tashlanadi.
Uy sharoitida ko'k piyozni qanday o'stirish mumkin? Ko'k piyozni oddiy plastik butilkada ham o'stirish mumkin. Buning uchun idishda teshikchalar paydo qilish kerak. Teshiklarni kesish oson bo'lishi uchun ichiga suv quyish va muzlatish. Shundan so'ng pichoq bilan teshikchalarni kesish mumkin. Tanlash va saqlash. Ko'k piyozni piyoz boshlarsiz sotib olgan ma'qul. Ammo piyoz boshlari bo'lsa, sersuv va mayda bo'lsin. Aks holda ko'katning ta'mi quruqroq bo'ladi. Ko'k piyozning ko'rinishi ko'p narsani hal qiladi. Ko'k piyozning bir navi boshqasidan ta'miga ko'ra ancha farqlanadi. Adashib qolmaslik uchun avval turlarini yaxshilab o'rganib oling. Chunki ba'zi piyozlar qovurish va sho'rvalarga mos bo'ladi. Barra holicha esa unchalik mazali bo'lmasligi mumkin. Ana shu jihatlarga albatta e'tibor bering. Kanalimizga obuna bo'ling va layklaringizni bosib qo'ying.